Assalomu Bola qaraladi. Agar sizlar YouTube'da ko'rgan videoni o'zingizlarda kanalingizlarga anaqa qilmoqchi, kanalingizlarga qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu ilovani anaqa qilinglar bola qaranglar. Telegram kirasizlar. Chiqaryapti. Bu yuklab bot ilovasini topasizlar. Sizlarga hozir qanday tashlashni o'rgataman. Qaranglar, birinchidan. Hozir birinchidan mana shuni ish qilasizlar. Mana. Masalan, mana shu videoni bunday qilib turib. Keyin buni yuklab botga tashlasanglar. Yuklab bot sizlarga mana shunday jo'natadi. Ili tepa degani bosasizlar, xohlasanglar qo'shig'ini skachat qilib beradi, xohlasanglar o'zini skachat qilib beradi. Qaranglar, mana shu tepa degani men bosaman, o'zini skachat qilmoqchiman. Va keyin ana u tepa degan narsasi qaranglar. Endi sizlar buni mana bu Zahrand va galeriyaga qo'yasizlar. Birinchidan ko'rgan anaqa kanal YouTube'ingizni mana shunday qilasiz, qaranglar. Birinchi bitta videoni chiqqan videoni sizlarga qo'yib beraman, qaranglar. Chiqqan videoni. Masalan, mana. Mashina, birinchi sizlar mashinaga kirasizlar. Birinchidan ko'proq silkani yozasizlar bir marta. Ili yana anaqaga borasiz, Telegramga kirasizlar. Telegram kirib kiryapti. Yuklab botga tashlaysizlar. Va yuklab bot ardamni tepa degani ezib turib, endi sana u mana shunaqa bo'ldi. Endi esa YouTube'ga buni mana shu merdagi 3 ta nuqtani essanglar, tepasidagini 3 ta nuqtani essanglar. Yo'q. 3 ta nuqtani mana bu narsasi to'lguncha sizlar bu qilib olishinglar, anaqa shundan keyin qilib olasizlar. Mana 3 ta nuqtada qachonki mayda galeriya chiqqanda, galeriyaga Zahrand qilasizmi degan anaqa mashina chiqqanda, sizlar ana shu qilib olishinglar kerak. Ana shundan keyin galeriyaga kirsanglar, ana shunda sizlarda ana shu bo'ladi.